Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Turkiyada F-16 qiruvchi samolyot quladi. Eron AQShga qarshi urushni 3 yilga uzaytirmoqchi. Kutilmagan qadam. Qodirov chechenlarni urushga yuborgisi kelmayotgani aytilmoqda. Ukraina bu safar Boshqirdistondagi va tayanib CNN xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, samolyot o'quv topshirig'ini bajarish paytida halokatga uchragan. Uchuvchi katapulta qilishga ulgurgan va omon qolgan. F-16 samolyotlarimizdan biri Yalovada o'quv parvozi paytida halokatga uchradi, deyiladi vazirlik bayonotida. Qiruvchi samolyotning qulash sabablari hozircha noma'lum. Turkiya Mudofaa vazirligi halokat tafsilotlari batafsil tergovdan so'ng aniqlanishini ma'lum qildi. Hodisa joyidan olingan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Videoda qiruvchi samolyotning yerga tushishi aks etgan. Zarba oqibatida F-16 bir zumda portlab ketgan. Eron AQShga qarshi urushni 3 yilga uzaytirmoqchi. Eron o'z xavfsizligini ta'minlash uchun AQSh bilan urushni Donald Trampning prezidentlik muddati tugaguncha cho'zmoqchi. Bu haqda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bosh qo'mondoni maslahatchisi brigada generali Muhammad Rizo Naqdiy ma'lum qildi. Quloq soling, dushman bizga hujum qilishga hech qachon jur'at eta olmasligi, biz esa xavfsiz yashashimiz uchun tiyib turishga erishishimiz kerak. Bunga erishish yo'llaridan biri urushni keyingi prezidentlik muddatigacha cho'zish. Shunday talofat yetkazilsinki, toki kimdir Eronga hujum qilmoqchi bo'lsa, tovon to'lash kerakligini bilsin, dedi Naqdiy. U Eronning savdo kemalariga qilayotgan hujumlari dengiz huquqini buzish emasmi degan savolga ham javob berdi. Urush sharoitida biz xavf tug'diradigan har qanday transport yo'lagini nazorat qilishimiz mumkin. Mana shu xalqaro huquq. Dunyoning urush ketayotgan istalgan nuqtasida shu qonun amal qiladi, deya ta'kidladi Naqdiy. Trampning ikkinchi prezidentlik muddati 2025-yil yanvarda boshlangan. U AQShning keyingi prezidenti qasamyod keltiradigan 2029-yil 20-yanvarda o'z lavozimini tark etadi. Bu muddat Tramp uchun oxirgisi bo'ladi. AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan 22-tuzatishga ko'ra, bir shaxs 2 martadan ortiq prezidentlik lavozimini egallay olmaydi. Tramp 2016 va 2024-yillardagi saylovlarda allaqachon g'alaba qozongandi. Kutilmagan qadam. Qodirov chechenlarni urushga yuborgisi kelmayotgani aytilmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov urushni qo'llab-quvvatlash haqidagi ommaviy bayonotlarga qaramay, aslida Kremlning Ukrainadagi manfaatlariga qo'shilmaydi. Bu haqda The Economist xabar berdi. Moskvaning Ukraina bo'yicha manfaatlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz ulardan juda yiroqmiz, dedi nashrga anonim manba. Economist ushbu manbani respublika rahbariyati bilan yaqin aloqada bo'lgan taniqli chechen deb ta'riflagan. U Qodirov aslida vaziyatni juda yaxshi tushunishi va rus dunyosi uchun o'z odamlarini qurbon qilish istagida emasligini ta'kidladi. Qodirov aprel oyida Chechenistondan 70 mingdan ortiq kishi, ya'ni respublikadagi erkaklarning 9% frontga ketganini aytgandi. Biroq yo'qotishlar soni umuman boshqa manzarani ko'rsatmoqda. Mediazona va BBCning halok bo'lgan rossiyalik harbiylar haqidagi so'nggi hisobotida 236 ming kishidan atigi 540 nafarini chechenistonliklar tashkil etgan. Bu bor yo'g'i 0.2% ga tengdir. Vaholanki Checheniston aholisining Rossiya aholisidagi ulushi 1.1% ni tashkil etadi. Bir oy oldin Qodirov yana bir bor chechen maxsus kuchlari eng murakkab vazifalarni bajarish ishtiyoqi bilan yonayotganini aytgan edi. Biroq amalda ijtimoiy tarmoqlardagi yuqori faolligi uchun TikTok qo'shinlari deb ataladigan Ahmad jangchilari ko'pincha front chizig'idan uzoqda bo'ladi. Ular o'zlarini jangovar harakatlarda ishtirok etayotgandek ko'rsatadi, ammo ular haddan tashqari harakat qilmaslik va o'zlarini ehtiyot qilish haqida buyruq olgan, deydi Checheniston rahbariyatiga yaqin manba. Qodirov Chechenistonning asosiy aholisini majburiy safarbarlikdan himoya qilishga muvaffaq bo'lgan. Bunda yondashuv unga millat otasi obro'sini mustahkamlash imkonini beradi. Agar undan frontga kimnidir jo'natishni talab etsa, u buni o'zi nomaqbul deb hisoblagan odamlar, spirtli ichimliklarga qaram odamlar yoki chechen muxolifatchilarining qarindoshlari hisobiga amalga oshirishi mumkin. Ukraina bu safar Boshqirdistondagi Valdbers omborini nishonga oldi. Ukrainaning bugun 13 avgust ko'tar kechasi Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasiga uyushtirgan dron hujumlari oqibatida Salavat shahridagi Gazprom Neftexim Salavat neftni qayta ishlash zavodi hamda Chimshi tumanidagi Valdbers logistika majmuasida yong'in yuzaga keldi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi.
Boshqirdiston Respublikasi rahbari Radi Xabirovning ma'lum qilishicha, dronlardan birining qoldiqlari Salavat shahridagi sanoat zonasiga qulagan va oqibatda ushbu hududda yong'in chiqqan. Mahalliy manbalar yong'in Gazprom Neftexim Salavat hududida yuzaga kelganini bildirgan. Shuningdek, Wildberries kompaniyasining Cheshmi tumanidagi logistika majmuasida ham yong'in chiqqan. Kompaniyaning o'zi esa Boshqirdistondagi obyektlardan birida havo hujumi oqibatida yong'in yuzaga kelganini tasdiqlagan. Boshqirdistonda havo hujumi oqibatida kompaniyamiz obyektlardan biri joylashgan sanoat hududida yong'in yuzaga keldi. Hodisa joyida o't o'chirish brigadalari ishlamoqda, deyiladi kompaniya bayonotida. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, ushbu obyektda tovarlar saqlanmaydi. Shuningdek, xavfsizlik talablariga muvofiq xodimlar oldindan evakuatsiya qilingan. Hozircha hujumlarning aniq ko'lami va obyektlarga yetkazilgan zarar miqdori bo'yicha to'liq ma'lumotlar yo'q. Boshqirdiston rasmiylari esa hujum vaqtida 2 kishi jarohatlanganini ma'lum qilgan. Rossiya Hindistondan benzin import qilishni boshladi. Hindistondan benzinning birinchi partiyasi Rossiyaga yetib keldi. Bu haqda Bloomberg agentligi Kepler xizmati ma'lumotlariga tayanib xabar berdi. Yong'inning birinchi partiyasi 5 avgust kuni Hindistonning Nayara Energy neftni qayta ishlash zavodidan yetkazib berildi. Rosneft kompaniyasi ushbu zavodning aksiyadori hisoblanadi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, 18-iyun kuni Seyslon tankeri birinchi yetkazib berish uchun taxminan 42 ming tonna yonilg'i ortgan. Iyul oyida yuk Misrning Damyatta porti yaqinida boshqa kemaga o'tkazilgan. Shundan so'ng benzin avgust oyi boshida Rossiyaga olib kelingan. Reuters agentligi iyul oyi boshida Rossiya yong'in inqirozi fonida Hindistondan benzin sotib olishni boshlagani haqida xabar bergan edi. Agentlik manbalarining ma'lum qilishicha, Rossiyaga kamida 60 ming tonna benzin jo'natilgan. Soha manbasining so'zlariga ko'ra, Rossiya har oy turli mamlakatlardan 400 ming tonna benzin import qilishni rejalashtirmoqda. Hindiston Rossiya neftining eng yirik xaridorlaridan biridir. Iyun oyida Rossiyaning Hindistonga neft eksporti kuniga 2,7 million barrelga yetib rekord o'rnatdi. Bu Hindiston umumiy neft importining yarmidan ko'prog'ini tashkil qiladi. Hududlardan olingan xabarlarga ko'ra, avgust oyi boshida Ukrainaning neftni qayta ishlash zavodlariga bergan zarbalari sababli Rossiyada yong'in inqirozining yangi to'lqini boshlandi. Janubiy hududlardan tortib Primoriyagacha bo'lgan turli viloyatlar aholisi zapravkalarda navbatlar paydo bo'lganini ma'lum qildi.